Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qandli diabet bilan yashaydigan bemorlar eng ko'p beradigan savollarning biriga javob beramiz. Ko'pgina qandli diabet bilan yashaydigan insonlar endi menga hech narsa mumkin emas deb depressiyaga tushishadi. Aslida unday emas. Diabetda to'g'ri ovqatlanish juda ham muhim. Bu qondagi qandni to'g'ri nazorat qilish uchun katta ahamiyatga ega. Keling unda bir kunlik namunaviy menyuni ko'rib chiqamiz. Kunlik nonushtani 1 stakan iliq suv ichishdan boshlang va bunga qo'shimcha ravishda 2 dona tuxumga 80 gram tvorogni aralashtirib omlet qilgan holatda bir bo'lak kepakli non bilan nonushta qilganingiz ma'qul. Bu sizni kun davomida to'q tutadi, sizga kerakli bo'lgan energiyani beradi hamda oshqozon ichak traktini yaxshi ishlashiga yordam beradi. Kunning asosiy qismiga keldik. Obed uchun nima yeyilsa bo'ladi? Bu uchun bizga 150 gram go'sht hamda qo'ziqorinni birgalikda dimlagan holatda garnir uchun brokoli hamda gulkaramdan dimlagan holatda yeyishingiz mumkin. Bu tanlagan obedingiz sizni kunlik oqsilga bo'lgan talabingizni qondiradi hamda kabachki hamda brokoli esa ovqat hazm qilishingizni osonlashtiradi. Sizni kunlik energiya bilan ta'minlab beradi. Kechki ovqat uchun eng yaxshi tanlov bu 200 gram tovuqni qaynatma sho'rva qilgan holatda ko'katlar hamda pomidor bodring bilan birgalikda salatlar bilan iste'mol qilishingiz mumkin. Kun davomida 3 mahal ovqatdan tashqari yana nimalar iste'mol qilsangiz bo'ladi? Albatta, perikuslarda qovoq urug'i, bodom hamda yer yong'oqlar iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu mahsulotlar sizni qondagi qandingizni oshirmaydi. Hozir kunda kun juda ham issiq bo'lmoqda. Kun davomida qanday ichimliklar ichish mumkin? Bunga ko'k choy, qora choy hamda toza ichimlik suvini bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Faqatgina gazli, shirin ichimliklardan ehtiyot bo'ling. Mana azizlar, hozir sizlar bilan qandli diabetda bir kunda yeyiladigan mahsulotlarni ko'rib chiqdik. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, qandli diabet bilan og'rigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying hamda kommentariyada o'z savollaringizni qoldiring. Agar sizlarda qandli diabet hamda boshqa gormonal buzilishlar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga yoziling hamda Vatan tibbiyot markaziga murojaat qiling.